Assalomu alaykum hammaga. Ismim Mo'ydinboy, familiyam Eksonov. Hozirda Yevropada, aniqrog'i Latviyaning Riga shahridaman. Bu hamma bilgan, menimcha Yevropaga, aniqrog'i Latviyaga kelmoqchi bo'lgan, pura haydovchi bo'lib kelmoqchi bo'lgan, ma'lumot internetda ma'lumot qidirib ko'rgan hamma bilsa kerak, bu o'sha mashhur Kres firmasi. Xo'p, bu yerga qanday keldim? Nima dokumentlar qildim? Qanday joylarga murojaat qildim? Nimalar qildim? Ular sizga qiziq bo'lsa, men shu haqida ma'lumotlar berishdi. Ya'ni o'z vlogimni olishni boshladim. Kres o'zi qanday kompaniya? Kres-SIA, ya'ni Latviyadagi yirik logistika kompaniyasi bo'lib, Yevropa va MDH davlatlariga yuk tashish xizmatlarini ko'rsatadi. 1994-yilda tashkil etilgan bu kompaniya dastlab meva, sabzavot va boshqa tez buziladigan mahsulotlarni tashishga ixtisoslashgan edi. Asosiy Kres to'liq yuk tashish, qisman yuk tashish, haroratga sezgir, ya'ni muzlatilgan, tez buziladigan, biz o'zimizcha skaropol deymiz. Shunaqa mahsulotlar, farmatsevtik va kosmetika mahsulotlar hamda xavfli yuklar, ya'ni ADR deb ataymiz. Qimmatbaho va elektr mahsulotlari, umuman olganda juda ko'plab yuklarni tashishga mo'ljallangan logistik firma.